Barchaga assalomu alaykum. Bolalar lo'li yana video qo'yapti, to'shda anjay boraman shekilli uyda barbada ko'rdinglar, vaqti shans bermadim ko'rmaganlar uchun. Telegramga polni videosini qo'ydim, bola o'zingizlar kerak polni necha marta yutganimni, qattaga brasok otib vertolyot qilib yuborganlarimni ko'rsanglar bo'ladi. Ikkiga u yerda konflikt qilib yuborgan, lo'lichilik qilib, urush janjallar bo'lgan, hammasi Telegramda bolalar. Keyin 2-3 kundan keyin bo'y qilamiz degan edi. Gandonni gapiga ishonmay Andijonga keldim, shtobi kiyimlarimni alishtirib, sal bo'lmishdan sal o'zimga kelib olib, qaytaman desam, yana orqamdan hayqirishni boshlabdi. Ya'ni Andijonga qochib ketib orqa, gavnuk, Andijonga kela olmaysan, lutchi men senga oldinga boraman. Qachonligini ayt, hozir desang hozir boraman. Sen просто menga tayyorman MMA ga de. O'zingizlar bilyapsizlar, barbada 5 chans odam bilan MMA da nima qila oladi jalar. Keyin 3-17 pro qo'ygandim, bolalar как раз bugun soat chislo nechi? 16-oktyabr kuni g'oliblarni aniqlaymiz. Sharti просто meni Instagramga podpiska bo'lasiz, shu videoda kommentariyasidan g'oliblarni olaman. Sharti 500 do'st belgilaysiz, tanishlarga jo'nataverasiz. Birinchi 17 pro egasiga topshiriladi bu. Premyer Fieldda o'zingizlarning ko'zinglar o'nginglarda g'oliblarni aniqlaymiz. Obuna bo'ling, yuting.